Ramazon oyi uchun eng xushxo'r va totli tiftelli lapshali sho'rva tayyorlaymiz. Mol go'shtli qiyma, qirg'ichdan o'tkazilgan piyoz, yuvilgan guruch, tuz va ziravorlarni solib, yaxshilab mushlab, tiftel shakliga keltirib olamiz. Qizib turgan yog'iga solamiz, ustini qizartirib olib qo'yamiz. Mavsumiy sabzavotlarni ko'rsatilgan shaklda kesib olamiz. Agar bu sho'rvamizga sholg'om solsak, albatta yana ham mazaliroq chiqadi. Mayda o'ralgan piyoz, chesnok, pomidor, bo'lg'or qalampiri va ukrop qozonga solamiz, yaxshilab qovurib olamiz. Taomimizning rangini va mazasining chiroyli chiqishini siri albatta bu o'zimiz ishlashtirayotgan totli tomatlar bo'ladi. Qolgan sabzavotlarni, tuz, ziravorlarni va tiftelni solamiz va yaxshilab qovurib olamiz. Oldindan qaynatib qo'yilgan bulyon bo'lsa, sho'rvamiz mazasini yana ham mazaliroq qilishga xizmat qiladi. Bu sho'rvamiz uchun albatta uyda qo'lda tayyorlangan lapshalar bo'lishi shart. Shundagina sho'rvamiz mazasi me'yorga yetib chiqadi. Bayram dasturxoni uchun, iftorlik yoki saharlik uchun bu taomni tayyorlab bersangiz, albatta nur ustiga a'lo nur. Layklar bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang va albatta bu videoni shu taomni tayyorlab berish kerak bo'lgan eng yaqin insonlarga jo'natib qo'ying. Hammaga rahmat.